Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bugungi mavzuni boshlaymiz. Sizlar mana ko'nglim to'qki, mashqlarni hammasini bajaryapsizlar, vazifalarni bajaryapsizlar. Ko'pchiligingiz уже ovqatlanishda o'zingizni boshqacha his qilishni boshladingiz. Agar biz aytgan vazifalarni o'z vaqtida to'g'ri bajarayotgan bo'lsangiz, demak sizda ovqatlanishdan oldin meva-chevalarni yeyish уже odatga kirdi, chunki oshqozon ichak tizimingizda kerakli mikroflora shakllanishni boshladi. Bu esa o'sha mikroflorangiz, ya'ni mevani hazm qiladigan mikroflorangiz ko'paygan sari siz meva yesangiz, endi qorningiz ishib ketmaydi. Endi meva yeyish xohishi paydo bo'ladi. Endi qadrdonlar, bu juda yaxshi, молодцы. Ovqatlarda biz o'rgandik, qaysi ovqatlar shifobaxsh, qaysi ovqatlar siz uchun foydali, qaysi ovqatlar misol uchun mana biz u haqida gaplashadigan bo'lsak, mana mazzali ovqatlar qaysilar yozib chiqdingiz, mana bu yerda to'ldirib qo'ydingiz. Ovqat deb turib, o'sha mazzali ovqatda galochka qo'ygan, sifatli ovqatda galochka qo'ydingiz, shifoli ovqatga galochka qo'ydingiz, halol, noodatiy, ya'ni har kuni yo'rib sizda u ovqatga to'yib ketgan ovqatingiz emas, boshqacha ovqatlarni mana bu yerga yig'ib oldingiz va kun davomida yoki 2 kunda bir o'sha ovqatni iste'mol qilishni boshladingiz degan umiddaman. Ko'nglim to'q bundan. Demak, biz siz bilan suhbatimizni davom ettirishda hozir endi bugungi mavzumiz bu, biz siz bilan bufer chegarasiga kelib qoldik. Bufer demaymiz endi, buni biz siz bilan tayyorlanishga keldik. Tayyorlanamiz. Nimaga tayyorlanamiz? Biz siz bilan endi shakar yemaslikka tayyorlanamiz. Shakar yemaslikka tayyorlanish degani qadrdonlar, men sizga shuni yemang deb tavsiya qilmayman. Chunki agar meni tavsiyam bo'yicha yemasangiz, sizni ichingizda kurash bo'ladi. Siz yemaslikni o'zingiz ongli ravishda tanlashingiz kerak. Siz o'zingiz ongli fikrlab, xulosa chiqarib, ha, men buni yemayman. Menga buni yeyish kerak emas, men o'zim ongli tanladim deb xulosa chiqarishingiz va o'zingiz bilan o'zingiz kelishib olishingiz, ahd qilishingiz kerak. Yemasligingizni sababi ozish, go'zal ko'rinish yoki yemasligingiz sababi kimdir aytgani uchun yoki qo'rquvdan yoki imkoniyatsizlikdan bo'lmashi kerak. Yemaslikning sababi ongli tanlovdan. Siz o'zingiz buning uchun ongli bo'lishingiz, ya'ni shuni tushunishingiz, anglashingiz, yetib kelishingiz kerak shunga. Va ongli ravishda shakar yemaslikni tanlasangiz, ichingizda ming yegiz kelib ketsa ham, siz agar ongli ravishda yemayman desangiz, tabiiy hol siz уже shakar yeyishda ichki kurash, ichki janjal bo'lmaydi. Nega? Chunki siz bilasizki, shakar, har safar shakar yeganingizda siz go'yoki zahar ichayotgandek, shakar yeganingizda go'yoki siz ziyonli narsani yeyotgandek, shakar yeyotganda go'yoki jigaringizni, buyragingizni kesayotgandek ekanligini bilishingiz kerak va ongli shuni tushunishingiz kerak. Shunda sizni majburlashsa ham shakar yemaydigan darajaga o'tasiz. Toki siz shakarda haligi zararini, uni nima uchun yemaslik kerakligini tushunmas ekansiz, siz kurashda bo'lasiz. Doim kurashda bo'lasiz. Ichingizdagi ovoz, "Yo'q-qo'yavor, nima ketdi sendan? Endi bo'ldi-da" deyishni boshlaydi. Ana shunaqa demaslik uchun siz ongli ravishda shakar yeyishdan voz kechishimiz uchun sizga 2 kun muhlat qadrdonlar. 2 kun yaxshilab o'ylang, yaxshilab tushuning. 2 kun o'zingiz bilan o'zingiz kelishib oling. 2 kun qaror qiling. Agar 2 kunning ichida siz mana tushunib, anglab, bilib olsangiz, ha, shakar zarar ekan, shakar yemashim kerak ekan degan xulosaga kelsangiz, unda yemay yurishni boshlang. Va yana o'rganishni boshlaymiz. Nima uchun shakar yemaslik kerakligini. Agar yo'q, men ichimda yegim kelib ketyapti desangiz, mayli, kam-kamdan yeyvering. Birdaniga yemaslikka o'tmasangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, men shakar yeb yuraman desangiz, yeb yuravering. Biz bunga ham qarshi emasmiz. Sizni tanlovingiz, sizni ongli tanlovingiz muhim ahamiyatga ega. Balki hozir yeb yurarsizda, o'rganib keyin yemaslikni boshlaysiz. Bu yerda biz qarang, ongli bo'lishimiz kerak. Ongli, o'zimiz ahd qilib, o'zimiz tushunib, o'zimiz
shakardan voz kechish ham kerak bo'lmay qoladi. Bo'ldi, shakarni ko'rganingizda, shirinlik ko'rganda o'zingiz yegiz kelmay qoladi. Chunki ongiz уже sizni nafsingiz ustidan hukm qilishdi. Bilimlaringiz, hattoki nafsingiz o'z nafsingiz ustidan hukm qiladi. Yashashga bo'lgan nafsingiz, qimmat, sifatli ovqatga bo'lgan nafsingiz arzon, bo'lmag'ir, beymani shakar bilan aldab, xuddi tarakanlarda haligi bitta kartoshkani olasizda, ichiga yomon dorini solasizda, boya kartoshkani pyure qilib, zaharli dorini solib, ozgina shirin sovorasiz. Ozgina shakar sovorasizda, boyagini o'rab quritib, bitta joyga qo'yib qo'ysangiz, tarakanlar boyagini shirasini nafsi bunda kuchli bo'lib, boyagi shakarni yeb, dori zaharni ham yeb o'lib ketadi. Ana shuni qilib dorilash usulini o'ylab topgan odamlar. Odamlar faqatgina tarakanlarda emas, boshqalarni ham dorilar shuna qilib zaharlab yurishibdi. Demak, qadrdonlar, biz siz bilan buning uchun 2 kun muhlatimiz bo'ladi. Ana o'sha 2 kun davomida siz o'sha shakar yeyishdan voz kechishingiz kerak. Bugungi vazifalarni men sizga yengilgina eslatib qo'ysam va kun davomida qilishimiz kerak bo'lgan vazifalar haqida yengilgina tavsiyalarimiz, mana qadrdonlar, tavsiyalarimiz shulardan iboratki, mana ko'rishingiz mumkin tavsiyalarimizni hozir mana. Demak, birinchi tavsiyamiz mana ko'rib turibsiz. Avval iste'mol qilgan ovqatlaringizni davom ettiring. Ikkita t yozib qo'yibmiz. Demak, qarang. Oldin iste'mol qilib yurgan ovqatingizni qanday iste'mol qilib yurgan bo'lsangiz, xuddi shunday iste'mol qilib yuravering. O'zgartirmang. Shu bo'lsin. Endi faqat siz xohlasangiz, agar o'zingizda xohish bo'lsagina, siz boyagi ovqatlarni yoniga mevalarni qo'shdingiz. Qarang, men oldingiday ovqat yeyishni to'xtating demayapman. Oldingiday ovqat yeb turavering. Ba'zi bir xillar shunaqa eshitibdiki, men ovqatni yemang, qovurilgan ovqat yemang, go'sht ko'p yemang deb eshitishibdi meni. Men unday deganim yo'q. Men bor yo'g'i go'shtni ziyonini aytib berdim sizga. Bor yo'g'i oldingiday ovqat yeb yuravering, qo'shimchasiga mevani ko'paytiring, poliz ekinlarini ko'paytiring dedim. Lekin oldingi ovqatlanishingizni davom ettiravering. Agar o'zingiz qorningiz to'ygandan oldingi ovqatdan ko'ra oldin masalan bir lagan osh yetgan bo'lsangiz, hozir siz ovqat yeyishdan oldin bir tarelka yaxshi salatni yeb oldingizda, keyin o'tirib oshni yedingiz. Demak, sizga bir lagan osh sig'mayapti endi. 3dan biri sig'yapti, lekin qorningiz to'yapti. Bu sizni tanlovingiz. Xohlasangiz bir lagan ham yeyavering, lekin avval albatta salat yeyishni tavsiya qilaman. Men tavsiya qilyapman. Nega? Ongli yondashishimiz uchun, qadrdonlar. Siz o'zingiz tanlashingiz uchun. Meni vazifam sizga tushuntirib berish, yaxshi taraflarini, yomon tomonlarini-da sizga tanlov berish. Tushuntira oldimmi? Rahmat. Demak, qadrdonlar, antistress texnikasi asosidagi chuqur nafas, antistress texnikasi asosiga qurilgan nafas olish texnologiyasini qo'llash. Ya'ni chuqur nafas olish. Esinglarda yana bir sizlarga eslatib qo'yishni lozim bilaman. Qarang, qanday qilib nafas olasiz? Mana o'tiribsiz, bemalol. Ya'ni birinchisi uzunroq, ikkinchisi kaltaroq. To'la to'kis chiqaramiz. Usulida nafas olishni kuniga 2 mahal, 3 mahal stress bo'lgan paytingizda, siz stress bo'lganda ovqat yeyishda emas, shu nafas olish mashqini qo'llashingiz kerak. Biz ko'pincha ovqat yeyishimizdan maqsad stress bo'lganimiz. Ovqat yeyishdan maqsad o'zimizni o'tmishimizga qaytgimiz kelgani. Ovqat o'sha manti. Manti desam, yoshligimda oyijonim bilan adajonim o'tirib, ikkalasi mehr muhabbat bilan shirin gaplashib, oyijonim manti pishirsa, adajonim borib magazinlarga kirib, magazinlardan nonlar, salat uchun masalliqlar, yana yoniga qo'shib ozgina shokoladlar, choy ichishga olib kelgan suzmalar yoki adajonimiz ertalab turib bozorga borib biz bilan birga suzmalar olgan, go'shtlar olgan. O'sha damlar qani endi keyin kelib uyda
oyijonimiz esa obedgacha mantilarni pishirgan. Keyin boyagi salatlarni dadajonimiz adajonimiz to'g'rab salat tayyorlab bergan. Biz ham u idishda olib kelib bu idishda olib kelib yurganmiz. Hammamiz o'tirib yangi dasturxonlar manti kelganda ustiga pomidorlarni qizilcha qilib hammamiz mazza qilib yeganimizda qani o'sha damlar deb o'sha damlarni eslatadi bizga manti. O'sha damga qaytish uchun uydagilarga bir manti yegim kelib ketdi deganimizni tagida yoshligimga qaytib kelib ketdi degan ma'no bor. Lekin eng qizig'i shuki, biz yoshlikka qayta olmaymiz, eslaymiz o'sha damlar. Lekin o'tirib bitta manti bizni birinchi tishlamimizni o'zi qaytardi yoshlikka. Bitta tishlamdan keyingi 10 ta manti bizni semirishga olib keladi. 10 ta manti biz yurak qon tomirlar tizimimizni rasvo qilishga olib keladi. Bitta tishlamdan keyingi 10 ta manti bizni oshqozon ichak tizimimizni buzadi, qadrdonlar. Bitta tishlamdan keyingi 10 ta manti bizni turgandan keyin yurolmaydigan qilib qo'yadi. Bizni ovqatimiz, qornimizni og'ritib yuboradi. Keyin 10 ta mantini yeb olgandan keyin qornimiz og'rib, deb ko'chaga chiqib aylanib kelik deb borib bo'kib qolgan sigirlarga o'xshab yuramiz. Va yurib bir bola qilib keyin kechqurun uxlaymizda ertaga ertalab lanch bo'lib turamiz. Demak, manti qiling, bitta tishlamchalik. 3 ta manti qiling, 4 ta manti qiling, 3 ta manti qilingda 3 ta mantini bitta tishlamini yeng, yana yegiz kelsin. Ana o'sha holatda qoldiring. Ana o'shanda sizni o'tmishingiz yana ham eslayverasiz. Mantini yana ham yaxshi ko'raverasiz. Hatto manti boyagi bezish bilan bog'lanib qolyapti-da. Siz o'sha yoshligingizdagi mazza esingizdan chiqib ketib, manti desa o'sha qigiz yegiz kelmay qolyapti. Tushuntira oldim degan umiddaman, qadrdonlar. Har kuni 6-8 stakan suv ichishni davom ettiramiz. Chunki bizda ochlik hissi yo'q o'zi. Bor, munchagina. Lekin suv chanqaganimiz muncha. Ana shu chanqoqni qondirish uchun ovqat yeb yuribmiz. Suv ichsak yetadi. Demak, suv ichamiz. Ichki muloqot, dangasalik bilan mana 4-raqamda ichki muloqot turibdi. Dangasalik va donishmandlik irodan suhbati. Dangasalik aytadi, yema shu oshni. Yema, qorning uji to'ydi, yema deb haligi donishmand aytsa dangasalik aytadi. Yo'q, yoki ochapat aytadi ichimizdagi ochapat. Ye, hali qayerda bor? Ye, mana og'zingdagi mazzaga e'tibor ber. Qorningga diqqat qaratma. Qorning ishib ketsa, ishib ketaversin. Og'zingdagi mazzani qara, qorningga qarama. Keyin og'zdagi mazzaga quloq solgandan keyin oxiri qorin aytib yuboradi, bo'ldi, deyveradi. Lekin buni mazzadan voz kechamizda, bo'pti, qorni ishib ketdi uji deymiz. Ana keyin qiynalamiz, ana lanchlik, ana oshqozonda og'rishi, eng qizig'i qorin emas, o'sha qoplar paydo bo'ladi. Qoplar aytib berdim-ku. Demak, ichki suhbatni kuzating. Ovqat yeyishda yemaymi, yemaymi? Yemasam nima bo'ladi? O'lib qolamanmi? Bir o'zingizni o'zi urishmang. Butun boringiz bilan bitta qarorga keling. Iroda mashqi mavzusini ko'ringlar. Keyin har kuni yengillashtirilgan smuzi iste'mol qilishni boshlaymiz. Qarang. Bugundan boshlab yana bitta yangilik kiritamiz. Birinchisi bu shakar yemaslik, ikkinchisi smuzi. Smuzi degani bu o'sha meva-chevalarni o'zingiz xohlagan shaklda, xohlagan miqdorda qo'shasiz. Misol uchun aytaylik, olmani olasiz, olmaga sabzi qo'shasiz. Boyagini sok emas, smuzi qilasiz. Smuzi degani ichidagi hammasini qo'shib yanchib tashlaysiz. Maydalab tashlaganingizdan keyin uni o'zi qoshiq bilan yesiz ham bo'ladi, shu ko'tarib ichversiz ham bo'ladi, suv ko'proq bo'lsa. Suv solmang ichiga lekin. Boyagini chaynab, ozgina chaynab ham qo'ying. Chaynash refleksi kerak bizga. Ana o'shanda oshqozoningiz ashishi mazza qilaveradi. Siz ham qiynalib o'tirmiz chaynab. Xohlasangiz shaftoli bilan misol uchun yana bir olmani aralashtiring. Xohlasangiz banan, shaftoli, olma, apelsin, mandarinni qo'shingda shurullatib smuzi qiling. Da boyagini ichib yuboring. Kuniga 200 mg dan boshlaymiz. Xohlasangiz, agar ko'tara olsangiz, mayli ana yarim litr smuzi, 500 gram smuzi ichishingiz mumkin. Вообще молодец bo'lasiz.
obedda, kechqurun va ertalab 200 grammdan smuzi ichsangiz bo'ladi. Вообще молодец bo'lasiz. Smuzini tayyorlash to'g'ri ozgina vaqt oladi. Buni oson yo'li bor. Smuzilarni o'zingiz xohlaganday qilib bir kun vaqt ajratasizda 1 soat tayyorlaysiz smuzini. Tayyorlagan smuzingizni xolodilnikda shundaygina bir xolodilnikda muzlatgichi bor, bilasizlar, kvadratli muzlatgichlar. Magazinda sotishadi shunaqani, silikonvisini. Olib kelib qo'yib olasizda, smuzilarni xohlagan shaklingizda joylashtirib chiqasiz boyagi xolodilnikka. Va muzlatilgan o'sha smuzi to'rtburchakchalarini xolodilnikda saqlayverasiz. Kerak bo'lganda o'ziga kerak miqdorda solasiz, boyagi shakar solasiz, sal issiq joyga qo'yib qo'yasiz yoki issiq suvga solib qo'yasiz. Stakaningizni issiq suvga solasiz, issiq to'g'raga solsangiz, boyagi birpasda eriydi. Aralashtirib eritib olasiz. Issiq suvda turib sal qizib oladi, siz borib ishlaringizni qilib kelaverasiz. Qilib bitta aralashtirib olsangiz, kerakli konsistensiyaga keladi. Bitta ichaverasiz bo'ldi. Yugurib ham, qiynalib ham o'tirmaysiz. Mana qarang. O'shaning uchun smuzi degan mavzuni o'rganib chiqinglar. Internetga kiringlar, qanaqangi smuzilarni qanaqa qilib tayyorlash mumkin. Mana har xil variantlari bor, har xil ko'rinishlari bor. O'shalarni o'zingiz o'rganib chiqib, o'zingiz xohlaganday qilib bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Mana men sizga aytgan smuzini misol uchun ko'rinishini ko'rsatib beraman. Endi bu o'ziga xos bir reklama deb o'ylashingiz mumkin, o'ylasangiz o'ylavering. Mayli, lekin bu reklama ham emas, bu o'ziga xos bir mana hozir ko'rsataman sizga qadrdonlar. Mana qarang, ko'rib turibsiz? Endi mana shu tak, bunday suramiz. Hozir men boshqa narsada turibdi-kan bu. Tak, qilsak bunga o'tyapti. Tak, mana. Endi shunaqa ma'lum bir paytlarda tayyorgarlik ko'rmay qolganimizda sizlar uchun baribir tayyorgarlik ko'rib bo'lsa ham harakat qilamizda. Sizlar uchun hammasi qadrdonlar. Mana qarang, mana. Apelsinoviy sok bor, boshqacha sok bor. Hammasini bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana qarang, mana. Smuzini tayyorlab o'zingiz chiroyli qilib mana qarang. Shunday solasiz. Bu endi suv soldi, siz suv solmaysiz. Siz shu turish, mana sokka solib qo'yapti. Sizning vazifangiz mana shu turish muzlatib qo'ydi. Endi sizning vazifangiz boyagi bunday qilamiz. Sizning vazifangiz smuzini mana har xil ko'rinishda tayyorlab, uni xolodilnikdagi boyagi rishotkalarga qo'yib qo'ysangiz, juda go'zal bo'ladi. Xohlasangiz smuzi tayyorlangda, boyagi smuzining ichiga bitta qulpina solib qo'ying, meva solib qo'ying. Har xil variantda tayyorlasangiz bo'ladi. Endi men bir ko'ring degan ma'noda ko'rsatib qo'ydim. Demak, har kuni smuzi iste'mol qilamiz. Har bir ovqatda sabzavotlar miqdorini oshiramiz. Ya'ni ovqatlanishdan oldin meva-cheva yeyishni boshlaymiz. Buni bundan 1-2 minut oldin aytdim. Demak, uni hammamiz kelishib olgan holda bajaramiz. Demak, bugungi mavzumizda biz shakar mavzusini davom ettiramiz. Men shakar haqida sizga ko'p narsa aytib berishni xohlayman-ku. Siz ham eshitishni xohlaysiz-ku, lekin oxirgi vazifa ertalab och qoringa, ertalab va kechqurun och qoringa 2-3 ta mevani iste'mol qilish. Uyg'onishingiz bilan va har bir ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin bitta 2 ta meva yeyish. Nega biz mevani ko'paytiryapmiz? Chunki mevada maxsus suv bor. U suv aynan bizga kerak suv, qadrdonlar. Aynan o'sha tartiblangan suv bizning hujayralarimiz uchun kerak. Agar tartiblangan suv bo'lsa hujayralarimizda, biz ko'p ovqat yeyishga ehtiyojimiz kamayadi. Yog' yig'ish kamayadi, qadrdonlar. Ana endi demak, diqqat, biz
shakardan voz kechamiz. Har bir mahsulotni etiketkasini o'qishimiz kerak. Bu nima degani? Bu degani qarang, mana misol uchun shakarni mana nomlari ko'p. 60 dan ortiq shakar nomi bor. O'zingiz internetga kirib o'rganib chiqing shakar nomlari. Va har bir mahsulot olayotganingizda o'qib ko'ring. O'sha bormi qaysidir bittasi? Prosta boshida bir qiziqish uchun. Shakar yemay yursangiz hozir siz 2 kundan keyin shakar yemay yurganingizdan keyin shakar bor narsa yemaysiz. Siz hayron qolasiz. 80% ovqat yomay qolasiz. Chunki 80% ovqat ichida shakar bor. 80% ovqatimiz deyarli zararli qadrdonlar. 80% ovqatimiz zararli. Endi mana men sizlarga hozir ozginagina shakar haqida aytib bersam. Qarang, xo'sh, shakarni qaysilari ziyonli? Qaysi shakardan nima ziyon bor? Ziyonlari qaysilar? Birinchisi bu mana shakar badanni qaritadi. Mana ko'rib turibsiz. Shakarning zarari. Birinchisi, shakar organizmni qaritadi. Demak, biz shakar ko'p iste'mol qilishimiz organizmimizni qarishiga olib keladi. Ikkinchisi, semirishga olib keladi. Boya kecha tushuntirib berdim. Shakar qisqa uglevod bo'lgani uchun bizning miyamizga tez quvvatga aylanadi. Shuning uchun badan olma yoki mevadagi shakarni ajratib o'tirishga vaqt sarflab o'tirmaydi, chunki uzoq uglevod. Uni ajratib o'tirish kerak. Lekin hozir men sizlarga yana bir mexanizmni tushuntirib beraman, tushunib olasizlar. Hozir buni tushuntiramiz. Demak, shakar bizda o'sha semirishni vujudga keltiradi. Shakar yurak qon tomirlar tizimini faoliyatini buzib qo'yadi. Va mana shakar B, C guruh vitaminlarini o'zlashishini to'sib qo'yadi. Ne usvoyeniya degan, ya'ni o'zlashishini to'sib qo'yadi. Keyin uglevodlarni almashinuv jarayonini buzib qo'yadi. Bu degani meva-cheva hazm bo'lmay qoladi degani. Meva-cheva nega hazm bo'lmayapti? Nega biz mevani yesak bizga o'zlashmayapti? Vitaminlar hammasi mevada-ku. Chunki shakar uni o'zlashini to'sib qo'yapti. Keyin badanimizda kalsiyni chiqib ketishi, suyak mo'rtlashishi, tishni mo'rtlashishi, sochlarimiz to'kilishi, sochda oqarishi hammasi shakardan, qadrdonlar, ko'pchilik. Keyin ateroskleroz, demak mana o'sha qon tomirlarimiz boya aytganimizdek. Demak, achigoviy bo'ladi bu narsa, achigoviy, achak. Har xillari bo'ladi endi uni. Demak, qarang, keyingisi karies vujudga kelishi. Karies kasalligini vujudga kelishiga olib kelar ekan bu. O'shaning uchun biz siz bilan iloji boricha endi karies nimaga vujudga keladi? Chunki boya aytganimizdek, tishlarni yemirilishi va suyaklarni yemirilishi, qarang. O'shaning uchun biz iloji boricha shakar iste'molini kamaytirishimiz kerak. Mana immunitetimizni tushib ketishiga olib keladi. Qarang, shakarning qancha zarari bor. Endi siz iloji boricha o'zingiz ham o'rganaverasiz. Biz iloji boricha sizga shu haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Mana qarang, misol uchun mana yana bitta tarafi mana shakarda. Shakar vitamin B guruh vitaminini, xrom, C vitaminini yuvib tashlaydi. Eng kerak bo'lgan vitamin B1 bizni ongimiz uchun, bizni immunitetimiz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Keyin oziq moddalarni o'zlashishiga xalaqit qiladi. Qarang, o'shaning uchun bizning vazifa iloji boricha mana o'zingizlar kirib o'rganib chiqinglar. Mana Google ga men shunday yozdim. Qarang, mana shunday Google ga yozganman. Shakar nimani o'zlashini blokiruет. Endi shakarni zararlari deb yozasiz o'zingiz. Meni hozir vazifam sizga tanlov berish, tushuntirib ko'rsatib berish. Shakarni foydasi va zararini. Foydasi bitta, mazza qilasiz. U ham siz emas, og'zingiz mazza qiladi. Zarari mana shuncha zarar uchun siz hozir foyda uchun, rohat uchun narkotik iste'mol qilasiz. Rohat uchun aroq iste'mol qilasiz. Yo'q-ku, iste'mol qilmaysiz-ku. Nega shakar iste'mol qilyapsiz? Uni zarari ko'p-ku juda ham. Mana masalan, vred sahara deb yozaman. Bor yo'g'i shuni yozaman. Vred
Сахара. Mana, ko'ring. Сахар, питание, резкий перепад ее уровня крови, витамин, нарушается работа нeyronov, ложный аппетит va ovqatni ko'p yedirib tashlashga olib keladi shakar. Lipidniy обмен, yog' yig'ilishni boshlaydi deyapti. Возрастает уровень холестерина в крови, qoningizni tarkibi buziladi deyapti. Qon tomirlarida ichiga qon yetib borishi qiyinlashadi deyapti. Ateroskleroz, ya'ni qon tomirlarining elastikligi buzilishi deyapti. Сердечно-сосудистые заболевания. Какие чрезмерные употребления, как вредит аптека, к чему может привести полный отказ от сахара. Горькая правда от сахара. Qarang. Demak, mana apteka 36 degan sayt. Bu doktorlarni o'zini saytida aytilgan. Mana qarang, doktorlarda hammasi tavsiya qilyapti. Mana men agar shakar yemay yursam nima bo'ladi deyapti. Shakar yeb turish kerak 10 gram. Buni men oldindan aytib qo'yaman. Желудки сахар распадается, фруктоз, глюкоза, mana o'zingizlar o'qib ko'ringlar. Mana zarari. Врачи диетолог yelkamiz zo'rlanib, ограничить употребление сахара 25-30, men 10 gram degandim. 10 gram iste'mol qilsak yetadi. Buni hozir emas, 10 gram emas. Hozir biz chorshanba kuni umuman yeyishni to'xtatishimiz kerak. Keyin marafondan keyin siz kuniga ozgina yeb tursangiz bo'ladi. Hozir to'xtatamiz, chunki bizda o'ta ko'payib ketgan shakar yeyishimiz. Semirishga olib keladi mana. Semirishga, saharni diabetga olib keladi, immunitetni tushishiga olib keladi, aterosklerozga olib keladi. O'sha qon tomirlarining hujayralari buzilishi, ya'ni mana повреждение, jabrlanish, jarohatlanishi esa xolesterinni u yerga yig'ilib, blyashkalar xolesterinni yig'ilishiga olib keladi. Qarang. Mana suyaklarni zaiflashishiga olib keladi. Keyin gerpes degan narsani vujudga keltiradi. Mana qarang, mikroorganizmlar разрушает zubnuy emal. Mikroorganizmlar ko'paygandan keyin tabiiy hol og'izda mana har xil narsalar chiqadi. Eng yomoni anaqa kandidozga olib keladi. Kandida paydo bo'ladi. При расщеплении произнесла желудок, печень, почки, поджелудочная железа, нагрузку, что приводит к сбою в их работе. Qarang. Shirinliklar oshqozonni, jigarni, buyrakni, oshqozon osti bezini ga yuk bo'ladi va ularning faoliyatini buzadi. Endokrin sistema, ya'ni gormonal fonni buzilishiga olib keladi. Ovqat hazm qilishni buzilishiga olib keladi. Ayru sistema deyarli butun organizmimizni asosan chiqarar ekan. Ana endi ozgina shakar yeb turishimiz kerak, lekin uni hozir emas. Bu shakar yeyishimiz nimaga olib kelishi mumkin bizga? Появляется сила, свежесть. Shakarning foydasi bitta mana ekan. Mana nесколько минут появляется сила, свежесть, мышцы улучшаются. Nimaga desangiz, shakar qisqa uglevod. Shuning uchun qisqa uglevod tez o'zlashadi va bizni miyamiz tekinga quvvat oladi. Tushuntira oldimmi? Ana o'sha tekinga olgan quvvatni badan mazza qiladi va o'sha tekin quvvatni ishlatgani uchun mana bu mevalarda esa quvvat tez o'zlashtiriladi. O'zlashtirishi qiyin quvvat. Mevada quvvat sekin o'zlashadi-da, shakarda tez o'zlashadi. Shuning uchun bizni badanimiz, miyamiz dangasa bo'lgani uchun oson o'zlashadigan shakarga qiziqishi kuchli. Tushuntira oldimmi? Mana men yerda ham yozib qo'ygan. Но глюкоза содержится не только в белом рафинированном сахаре, это природный углевод, которым богаты сладкие фрукты, овощи. Природный сахар есть в меде, молочных продуктах, орехах. Их употребление позволяет получить суточную норму глюкозы, deyapti. Ko'rdingizmi? Достаточно для нормальной работы организма, deyapti. Lekin nega biz undan voz kecha olmayapmiz desangiz, chunki shakar boya aytganimdek tekin quvvat beradi. Bulardan esa organizm ishlashi kerak. Miyamiz dangasa bo'lgani uchun, o'shaning uchun biz undan voz kecha olmaymiz. Demak, mana endi men hozir uje har kuni bu haqida suhbatlashamiz. Xudo xolasa, men eslatib turaman sizlarga, ora-orada eslatib turaman. Demak, shakardan voz kechish qadrdonlar. Kelishdikmi?
bugun va ertaga o'ylaysiz, o'rganasiz, izlanasiz, ongli ravishda o'zingiz xohlasangiz voz keching. Xohlamasangiz iste'mol qilavering, keyinchalik voz kechasiz. Ozgina yemay turaman men desangiz, qisman voz kechaman desangiz ham mayli. Bu ham yaxshi, bu ham yaxshi. Demak, qadrdonlar, mana endi yana davom ettiramiz. Bugungi mavzularimiz shakardan voz kechish tamom. Bu chorshanba kuni bo'ladi, qadrdonlar. Kelishdagi chorshanba kuni shakardan batamom voz kechamiz, xudo xolasa. Ana, endi qadrdonlar, hozir biz siz bilan mana ozgina suhbatlashdik, mavzularni bilib oldingiz, uyga vazifalarni bilib oldingiz. Men yana bir bor sizga shu uyga vazifalarni eslatib o'tishni o'zimga lozim ko'rdim. Mana tavsiyalarimiz. Eslab qo'yinglar, skrinshot qilib olinglar telefoninglarda va shunga rioya qilib yurishni sizga tavsiya qilaman. Rioya qilib yurish yoki yurmaslik sizni qo'lingizda, qadrdonlar. Lekin men sizga tavsiya qilaman. Demak, uchrashguncha hammangizga rahmat. Keyingi ertangi suhbatimizga odamlarni qo'shinglar, taklif qilinglar. Mana ular ham bir joylarda o'zini o'zi bemor qilib, kasal qilib yurmasin, qadrdonlar. Biz siz bilan birgalikda o'z ustimizda ishlashni davom etaylik, qadrdonlar. Qomat, tabassum, kayfiyat deyman men kurslarda, lekin bu nega kerak deydi bir xillar. Uni hali tushuntirib berganimdan keyin tushunib olasiz. Hozir prostak xursand bo'lib yuring. Uyingizdagi insonlarga e'tibor qarating, atrofingizdagi odamlarga e'tibor qarating. Siz endi bugundan boshlab ovqatdan mazza qilishni emas, odamlar bilan suhbatlashishdan, bag'ringizga bosishdan mazza qilishni o'rganing, qadrdonlar. Yetadi, shuncha ovqatdan mazza izladingiz, semirib ketdingiz. Endi haligi mehr berish, quchoqlashdan mazza qilishni o'rganamiz. Demak, uyga vazifa eng muhimi. Uydagilarni ko'proq quchoqlaymiz. Uydagi uy a'zolarini ko'proq bag'ringizga bosishdan mazza qilishni o'rganing. Demak, uchrashguncha hammangizga rahmat, qadrdonlar. Videolarni o'rtoqlashinglar, qo'ng'iroqchalarni bosinglar, hamma boxabar bo'lsin, sog'lom hayot, ongli hayotga o'tishga, yaratuvchiga ko'proq, bemalolroq xizmat qilishga, namoz o'qishga, yaxshiliklar qilishga imkon yaratishni boshqalarga ham tavsiya qiling, qadrdonlar. Uchrashamiz.